Xorazmda va nihoyat pravo uchun imtihon markazlari bugundan boshlab ochildi. Ya'ni bugun 1-iyuldan boshlab Xorazmdagi nazariy va amaliy imtihon markazlari ochildi va bugundan boshlab ko'rganlaringizdek yurtdoshlarimiz imtihon topshirish uchun kelib, imtihonlarni topshirib boshladilar. Ushbu videoni iloji boricha Xorazmda pravo uchun imtihon qachon ochiladi deb yurgan barchalarni yuborib, ularni oyoqlantirib, birinchilardan bo'lib xursand qilib qo'yishga umid. Chunki aynan ko'pchilik yurtdoshlarimiz pravo qachon ochiladi deb so'rab, ya'ni bugundan boshlab ochildi. Ya'ni bugun 1-iyuldan boshlab Xorazmda pravo uchun imtihonlar ochildi. Bemalol kelib, pravo uchun imtihonlarni topshirib va imtihonni o'tsangiz, haydovchilik guvohnomasini qo'llaganingizda bo'ladi. Videoni barchalarga ulashib qo'yasiz degan umiddamiz. Xorazmda pravoga imtihon topshirish necha so'm? Pul o'zgarmadimi degan ko'plab savollar kelib turibdi. Ya'ni bugun imtihon ochildi va shu sababli ko'plab yurtdoshlarimiz bizlarga shu savolni berib turibdi. Bu savollarga javob bersak, quyidagi grafikdan to'liq javob olsangiz bo'ladi. Ya'ni aynan mana shu grafikda ko'rgan summalarimiz pravoga imtihon topshirish narxlari va muhim eslatma, bu narxlar faqatgina 1-avgustgacha amal qiladi. Ya'ni 1-avgustdan boshlab bazaviy hisoblash miqdori oshadi va shu sababli pravoga imtihon topshirish narxlari ham 1-avgustdan o'zgaradi. Hozircha esa mana shu narxlarni tashkil etadi. Yana bir eslatma, pravoga imtihonni faqatgina doimiy propiskangiz nerda bo'lsa, shu yerdagina topshirib bilasiz. Ya'ni sizning doimiy propiskangiz Beruniyda bo'lsa, siz faqatgina Beruniyda imtihon topshirib bilasiz, Xorazmda imtihon topshirib bilmaysiz. Va yana bir narsa, amaliy va nazariy imtihon topshirish joylarini manzilini ko'pchilik odam bilmaydi ekan. Shuning uchun biz aynan mana shu joylarni manzillarini va lokatsiyalarini Telegram kanalimizga joylab qo'ydik. Telegram kanalimizdan esa Telegramga girib turib, xorazmliklar deb qidirsangiz chiqadi va aynan mana shu joydan, mana shu biz aytgan joylarimizni, manzillarini, lokatsiyalarini topsangiz bo'ladi. Videoni esa Xorazmda pravoga imtihon topshirish necha so'm ekan, puli o'zgarmadimi ekan degan barchalarga yuborib, ularni birinchilardan bo'lib mana shu narx-navolar bilan tanishtirib qo'yish degan umiddamiz.